o'z xushtagini chaldi va uchrashuv boshlandi, qadrli do'stlar. Demak, tarkiblar bilan tanishib olamiz. Xo'sh, mana zarba aniq, ammo o'zi Bon Sobirovga bu muammo tug'dirgani yo'q. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin Buxoro jamoasiga, imkoniyat, zarba va biroz aniqlik yetishmadi. Shohruz Norxonov hisobni ochishi mumkin edi hozir. Bu vaziyatda hozir esa endi qarshi hujum bo'lishi mumkin mehmonlar tomonidan. Tezroq faqat harakat qilinish kerak. Yaxshi hozir uzatma bo'ldi. Markaz bo'ylab hujumni davom ettirish mumkin. Qanotga Jo'rabbekovdan pas. Va, qanday gol! Hisob ochilmoqda. Rikoshet bu yerda hozir yordam berdi Buxoro jamoasiga, lekin bu endi Buxoroning aybi emas. Bu yerda Sug'diyona himoyachilari Norxonovga bo'lgan uzatmani qaytarish o'rniga o'zlari to'pni darvozaga kiritib yuborishdi. Ivan Boshkovich sal orani ochish kerakligini aytayapti, menimcha hozir qo'l harakatlarida. Bu esa o'sha gol qaysi himoyachining hisobiga yozilmoqda. Jo'rabekov zarbasidan keyin to'p yo'l-yo'lakay 4-raqamdagi Otabek Ahadovga tekkan ekan. Otabek Ahadov hisobiga yoziladimi yoki Jo'rabekov hisobiga? Mana ko'ramiz. Jumatov esa Misraliyev, yana Qobilov. Qanotdan pas jarima maydoniga Lyubchi Doriyev va gol! Barobar hisob tenglashmoqda. Bu endi Buxoro himoyachilarining qo'pol xatosi edi. Ko'rdingiz? Lyubchi Doriyev hozir to'pni qabul qilib olayotgan paytida hech kim yo'q edi uning yonida. Yo, sun'iy ofsaydga tushirmoqchi bo'lishdi. Takrordan ko'ramiz. Mana qarang, kim qo'riqlash kerak edi bu yerda Lyubchi Doriyevni? Kim? Endi Jo'rabekov himoyaga qaytyaptimi? Oxirigacha kurashish kerak. Kimnidir qo'riqlash kerak edi. Uni gol urganda maqtadik, lekin mana bu yerda himoyaga qaytib yordam beryaptimi? Hech bo'lmasa o'sha futbolchini ushlash kerak edi. Qo'latov markazga ko'chdi. To'pni egallab oldi. O'tgan mavsumda bu yosh darvozabon lekin ajoyib seyvlari bilan ko'pchilikni hayron qoldira olgandi. Hozir kuzatamiz. Sug'diyona futbolchilaridan zarba, Erkinovning zarbasidan indisi, qarang, akrobatik uslubda Sahob Rashidov. Mana bu vaziyatda lekin juda chiroyli gol urishi mumkin edi. Takrordan ko'ramiz. Qarang, rikoshetdan keyin to'p yuqoriga ko'tarildi va kimnidir esga tushirib yubordi bu harakatlar. Bir xil o'yin ko'rsatmoqda. Jo'rabekov birinchi taymdagi so'nggi hujumni ko'ryapmiz. Katta ehtimol To'pliyev. Mana pas, boshqa zarba va qarang, qanday ajoyib imkoniyat Buxoroda. Taymni hozir 2-1 hisobida o'z foydasiga hal qilishi mumkin edi. Ikich. Zo'r sakradi. Hammasi to'g'ri bajarildi, faqat hushtak chalindi va taym o'z yakuniga yetdi. Qiziqarli va anchagina teng kurashlar ostida o'tgan taymga guvoh bo'ldik. Ikkinchisi ham mana shunday ruhda o'tadi deb umid qilamiz va albatta gollar ko'proq bo'lishiga ham umid qilib qolamiz. Uzoq masofadan zarba, rikoshet bu yerda qutqarib qolyapti Buxoro jamoasini. Yomon natija emas. Hozir Sug'diyonaning turniy jadvaldagi holati biroz chalg'itmasligi kerak. Sug'diyona baribir kuchli. O'tgan mavsumda ancha yuqori bahonalar uchun kurash olib borgan jamoa. Doriyevdan zarba xavfli edi. Yana imkon berib qo'yishdi. Biroq Doriyevning zarbasiga ozgina aniqlik yetishmadi. Qahramonov to'pni tashlab bergan ekan Lyubchi Doriyevga. Biroz oldin. Bo'ldi, qadrli do'stlar, Olim To'ychiboyev uchrashuv yakuniga yetganligini ma'lum qilmoqda. G'olib nomi aniqlanmadi va ularning g'alabasi seriyasi yana davom etadigan bo'lmoqda.